Og'irmi mehnat Rossiyada? Oson emas. Oson bo'lganda qolardi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ismim Mirsaid, Sirdaryodanman. Yoshim 21da. Shular. Biror joyda o'qiysizmi? Sirdaryoda Toshkentda filiali bor, Ximiya texnologiya instituti filiali. O'sha yerda sirtqi yo'nalishda 5-kursda o'qiyman hozir. Najot ta'limni qanaqa topib keldingiz? Najot ta'limda avvalosi o'zim kelajakdagi yaxshi ishlardan biri shu IT yo'nalishi bo'layotganligi uchun Kurs pulini kim to'layapti? kurs pulini o'zim shu Rossiyada 1 yil ishladim. Pul topdim, kelib keyin bu yoqqa yo'naltirdim. Og'irmi mehnat Rossiyada? Oson emas. Oson bo'lganda qolardi. Ingliz tilini qay darajada bilasiz? Ingliz tilini to'g'risi u darajada yaxshi bilmayman. Nimaga ingliz tili bizda hozir adashmasam speaking club bo'lyapti haftada 1 marta. Kelyapsizmi yo'qmi? Speaking clubga meni o'qish vaqtim to'g'ri kelmay qoldi bu yoq. Adashmasam yakshanba kuni bo'lar shekilli yo shanba kuni, shanba. Sizlar Shanba. dushanbadan jumaga o'qiysizlarmi? Qanaqa to'g'ri kelmaydi? Boshqa tanishlarim bor, ular bilan mana dars tugagandan keyin ular full stack'ni oldinroq bitirib ketgan yo mendan oldindan yurgan Zo'r, bolalar. qayerdan taniysiz u bolalarni? Bu o'qishda 1 yildan beri o'qiyotgan bo'lganim bilan hozir mana full stack'da endi 2-oy bo'lyapti. Aslida men o'tgan yili kelganman-da. Najot ta'lim o'tgan yili kelganmisiz? Nima qilib yuribsiz 1 yildan beri? O'qishim sababli ketib qolaman bu yerdan narigi o'qishimga to'xtatib, bu yerda to'xtatib ketib qolaman. Qaytib kelganimdan keyin menga mos gruppa ochilishi bor yoki ular mendan orqada qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ularni yetib kelishini kutaman. Keyin men o'sha 1 yil Rossiyaga o'qishni to'xtatib ketganligim sababli mana shu yilda qayta o'qishim bo'ldi yozda. Unga ham yana ketdim. Xullas 3 marta ketishim kerak bo'ldi. Yo, hozir qarang-da, u nimaga najot ta'limda o'qiyapsiz unda? Vaqtingiz ketgan, vaqtingiz ham pulingiz ham ketyapti-ku. Ya'ni o'qish pauza qilaversangiz u oxiri yo'q lekin buni. Yo'q, pulingiz ketadi va vaqtingiz. Men o'zi boshlab qo'ydim-da bu narsaga. Men hozir u yoqda просто так yurishlik anomatim yo'q-da. Yo'q, nimani? Yigitlar, men aytmoqchimanki, yigitlar, qizlar, siz nimanidir boshlab qo'yganingiz uchun oxirigacha yetib borishga majbur emassiz, shuni biling. Siz o'zingiz uchun katta maqsadlar qo'ymasangiz foydasi yo'q. Takror aytyapman. Sizlarning mindsetinglarda ish bitirsam ish bor degan fikr paydo bo'lyapti. Yoki bitirsam najot ta'lim ishga kiritib qo'yadi degan fikr paydo bo'lyapti. Bunaqa emas. Eng ko'pi bilan sizga ish taklif qila olishimiz mumkin. Lekin tasavvur qiling, bitta kompaniyaga boryapsiz. Mana men HR intervyudan sizga qilib yuborgan bo'lardim. Juda jiddiy gaplashyapsiz men bilan. HRlar bittadan отказ qiladi. Ya'ni insonda xarizma bor. Tasavvur qilyapsiz-a? Men siz bilan gaplashgan, yuziga qarayapman, kulyapman, tabassum qilyapman. Muloqotga ochiqligimni ko'rsatyapman. Siz bo'lsa, men savol bersam javob beryapsiz, yana nimani gapiray deyapti. Tugadi o'sha HR intervyu sekin aka deydi. O'zimiz sizga aloqa chiqaramiz. Hozir borib turavering deydi. Ertasi kuni yozasiz. Aka nima bo'ldi? Professional HRlar o'shda o'zi aytadi, feedback beradi. Faloncha deydi, siz bizga to'g'ri kelmaysiz deydi. Mana o'z hisoblariga ko'ra deydi. Agar yangi HR degan odam bo'lsa, xijolat bo'ladi sizga feedback bergani. Sizga o'xshagan yuzlab bolalar har oy bitiradi. Nima uchun siz ishga olsin kimdir? Har doim o'zingizga o'zingiz savol bering shuni. Va sizni nimadir ajratib turish kerak. Ingliz tilini bilishingiz, yaxshiroq rivojlanishingiz, networking va ishga kirishning eng zo'r yo'lini aytaman, tanish bilish. Buning uchun sizda yaxshigina yetarli imkoniyat bor. Coworking, turli mitinglar, turli tadbirlar, IT bo'yicha hamjamiyatlar, kiring, o'zingizni ko'rsata oling, o'zingizni tanishtira oling, turli joylarga o'zingiz speech qiling, gapiring, muloqot qiling. Odamlar bilan tanishing, yangi do'stlar orttiring. Siz haqingizda ularning fikri o'ta ijobiy bo'lsin. Qani edi men bilan birga jamoada ishlasin desin. Qachon kurs tugatasan falonchi, men seni ishga olaman desin. Inson o'zini o'zi har doim qobillarga o'rab oladi. Men sizga va'da berib aytishim mumkin, kurs tugatganingizdan keyin, ishga kelganingizdan keyin birinchi hayolingizga nima keladi deydi? Ustozim menga ko'p narsa o'rgatmadi deb o'ylaysiz. Vaholanki bu noto'g'ri. Chunki siz ko'p narsani bilib qo'ygan bo'lasiz. Shuning uchun kamroq o'rganibman deb aytasiz. Va bu voqelik. Va inson qancha o'rgangani sari ishga kirgandan keyin kamroq o'rganibman deb aytsa, to'g'ri yo'lda bo'ladi. Nega? Chunki u o'zini bilmasligini tushunayotgan bo'ladi. Siz bilmasligingizni tushuna olishingiz kerak. Nima uchun ishga olish kerak sizni? O'sha o'rganish kerak. Xarizmada yutqizdingiz 1-0 u jihatdan. Aslida bunday olib qaralganda men kompaniyada insonlar bilan tez chiqishib ketaman. Просто birdaniga kelinganda sal Bu bahona. Savol o'rtaga savol kitob o'qilsin. Yoshlarda eng katta muammo bor. Hamma narsaga birov aybdor deb o'ylaydi. Yo'q, hamma narsaga avvalo siz aybdorsiz, keyin boshqalar aybdor. Sizni rivojlanishingiz uchun kimdir harakat qilish kerak emas sizdan ortiq. Siz avvalo o'zingizni rivojlantirish uchun o'zingiz ko'proq harakat qilasiz. Inson o'zini himoya, ilmsizligini himoya qilishga yoki bilmasligini himoya qilishga emas. U bilimlarga ochiq bo'lsin, u o'rganishga ochiq bo'lsin, u moslashuvchan bo'lsin. Qachonki xuddi shunaqa inson bo'lsangiz, yana sizni hamma quchoq ochib kutib oladi. Men aynan shunaqa inson bilan hamma ishlashga tayyor. Aytadi, bilmasa o'rgatib olamiz deydi. Xulqingiz zo'r bo'lsin-da. Yo, haqiqatan o'zingizni rivojlantirib, xulqingizni ham, odobingizni ham, axloqingizni ham shaxs sifatida rivojlanib, bilim olib chiqib keting. Yoki bitirib najot ta'lim o'quvchisiman demang. Texnik, men faqat texnik bilim olganman deb ayting. Najot ta'lim xuddi shunaqa rivojlanishingiz uchun ochilgan joy edi aslida. Va men xuddi shunaqa narsalar kutaman. Ta'sischi o'laroq. Agar xulqingizni, odobingizni to'g'rilamaysiz, men faqat texnik bilim olganman najot ta'limdan deb ayting. Xo'pmi? Ota-onangizga rahmat. Tashlamang. Najot ta'lim